Keyin qaytishda. Malikaxon, sizni oldingizga kelayotgandim-a? Tinchlikmi? Ketyapsizlarmi? Ha, keliningiz bilan bir aylanib kelmoqchi edik keyin. Oyimga ham aytib qo'yganmiz. Xabarlar bor. Ha, xabarlar bormi? Men ham xabardor qilib qo'ymabsizlar-da, Azimjon. Men pomidor olib keltirgandim. Banka yopamizmi deb. Endi hamma ish o'zimga qolib ketibdi-da. Ha, mayli, yaxshi aylanib kelinglar unda sizlar. Kechki payt qilsanglar bo'lmaydimi keling? Ungacha qaytib keladi. Voy, Azimjon, ish juda ham ko'p. Mayli, xavotir olmanglar sizlar. Oyjon bilan o'zim yopib qo'yamiz bankani. Bo'lmasam, siz ishingizga bora qoling, men qarashib yuboray. Voy, unaqa demang. Borib kelaveringlar, men o'zim qilaman deyapman-ku. Opajon, qarashib yuboraman. O'zingizga qo'yib qo'ymayman-ku. Mayli, yaxshi borib keling. Azimjon, kelinni xafa qilib qo'ymadimmi?